Bugun Islom mamlakatlari standartlashtirish va metrologiya instituti va Islom hamkorlik tashkilotining ilmiy-texnikaviy hamkorlik bo'yicha doimiy qo'mitasining 4-bosqich o'quv kursi boshlandi. Bundan avval kurslar Uganda, Bangladesh va Marokko davlatlarida o'tkazilgan edi. Islom mamlakatlari standartlashtirish va metrologiya instituti xalqaro standartlari va mahsulotlar sinovlari bo'yicha o'quv kursi shu hafta oxiriga qadar davom etadi. Batafsil muxbirimiz Nigora Ko'chmurodova navbatdagi lavha orqali so'z yuritadi. Bu yil O'zbekiston xalqaro standartlar bo'yicha o'quv kursining 4-bosqichiga mezbonlik qilmoqda. Shu kunga qadar mazkur o'quv kursining 1-bosqichi 2022-yilda Afrikada, 2-bosqichi 2023-yilda Bangladeshda, 3-bosqichi esa 2024-yilda Marokkoda o'tkazilgan edi. O'zbekistonning texnik jihatdan tartibga solish agentligi SMEKning quyidagi qo'mitalari ishida faol ishtirok etmoqda. Oziq-ovqatlar, xizmat ko'rsatish nuqtalari, turizm va unga bog'liq xizmatlar, agrosanoat mahsulotlari, mato va unga oid mahsulotlar, halol boshqaruv tizimlari hamda terminologiya qo'mitalari. Bundan tashqari, energiya samaradorligi va tiklanuvchi manbalar, transport, terim va terim materiallari, zargarlik mahsulotlari kabi yo'nalishlardagi qo'mitalarda esa kuzatuvchi sifatida ishtirok etmoqda. Bu anjumanni o'tkazishdan maqsad halol standartlari, ya'ni oziq-ovqat mahsulotlari, kosmetika, farmatsevtika mahsulotlarining sinovlarini amalga oshirish bo'yicha SMEK trening o'tkazilmoqda. Bu ish rejasiga asosan mana bu 4-yig'ilish. Bu seminar asosan xalqaro miqyosga ega. Hozirgi kunda onlayn tarzda boshqa davlat vakillari qatnashmoqda. Shuningdek, mana O'zbekistonga tashrif buyurgan Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, Uganda davlatidan, Turkiya davlatidan kelgan xalqaro ekspertlar qatnashmoqda. 2028-yilga borib halol oziq-ovqat sanoati bozori hajmi $4 trillion ga yetishi kutilmoqda. O'zbekistonning Islom mamlakatlari standartlashtirish va metrologiya instituti doirasidagi faoliyatini kuchaytirishi, xalqaro savdo va iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish, sifat infratuzilmasini mustahkamlash hamda global bozorda raqobatbardosh bo'lishida muhim o'rin tutadi. Mazkur o'quv kurslari esa a'zo davlatlarda mahsulotlar sinovi va sifatini baholash tizimini takomillashtirishga xizmat qiladi. Nigora Ko'chmurodova, Zahro Kozimjonova, Oxun Normurodov, Ovoz informatsion dasturi uchun Toshkent.